Tasavvur qilamiz, eritrotsitlarimiz membranasida biron bir muammo bo'ldi, ya'ni yorildi. Natijada bizda gemoliz va anemiyalar rivojlandi, kamqonlik. Ikkinchi misolimizda esa yurak mushaklarimizda muammolar paydo bo'ldi, aytaylik, ion kanallari buzildi. Natijada bizda aritmiyalar va o'lim holatlari rivojlandi. Uchinchi bir misolimizda biz bakteriyalar bilan kasallandik. Endi ularga qarshi kurashish uchun biz antibiotiklar qabul qilamiz va antibiotiklar aynan bakteriyaning membranasiga ta'sir qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, uchalasi ham membrana bilan uchrashmoqda, ya'ni bitta nuqtada kesishyapti. Assalomu alaykum. Bu Medical Ashrafil Klub integratsiyalashgan tibbiyot darsligi. Bugungi darsimiz ikkinchi dars, birinchi blok va birinchi hafta. Mavzumiz nomi plazmatik membrana. Bilipid qavat va membrana oqsillari. Biz bu fanni, bu mavzumizni gistologiya, hujayra biologiyasi va biokimyo fanlari yuzasidan ko'rib chiqamiz. O'ng tomondagi rasmda esa biz membrananing uchta ko'rinishini sxematik ko'rishimiz mumkin. Bularning qismlarini alohida mavzu davomida ochib chiqamiz. Demak, bugungi rejamiz 8 ta bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi, kirish. Membrana nima uchun tibbiyotning chegarasi deb ataymiz. Ya'ni biz membranani nima uchun hozirdan boshlab o'rganyapmiz. Birinchi bo'lim. Ikkinchisi, membrananing tuzilishi, uning qalinligi qanday, trilaminar ko'rinishi nima degani va bu membrananing 11 ta funksiyasi nimalardan iborat bo'ladi. Uchinchisi, suyuq mozaika modeli, Singer-Nicholsonning modeli. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Suyuq deganda nima nazarda tutyapmiz? Mozaika deganda nima nazarda tutyapmiz va bu model bo'lmaganda qanday jarayonlar ish bo'lardi? Demak, 4-rejamiz bo'yicha bilipid qavat. Bilipid qavat o'zi nima degani? Amfipatliklik nima? Bilipid qavat qanday qilib energiyasiz tarzda o'z-o'zini qayta yig'ib oladi va xolesterol bilipid qavatning funksiyasida qanday ahamiyatga ega? 5-rejamiz bo'yicha oqsillar, ya'ni membranadagi integral va periferik oqsillar. Bularning vazifalari kerak bo'ladi, ya'ni oqsillar asosiy ishni qiladi bu yerda. Keyin transport ko'ramiz, transport mavzusini. Bu kanal, transporter va nasoslar. Misol uchun natriy kaliy atifaza misolida ko'rib chiqishimiz kerak. Keyingisi esa biokimyo, ya'ni fosfolipidlarning biokimyosini va membrananing asimetriyasini ko'rib chiqamiz. Va bu asimetriya nimaning hisobiga saqlanib turadi? Bu asimetriya buzilsa qanday jarayonlar ro'y beradi? Misol uchun, apoptoz aynan shu asimetriyaning o'zgarishi hisobiga amalga oshadi. Va oxirida esa klinika bo'limini ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumizning asosiy savoli hujayra atrofidagi parda qanday qurilgan va u qanday ishlaydi? Demak, darsning oxirida siz do'stingizga, ya'ni bir oila a'zongizga yoki ukangizga tushuntirishingiz kerak bo'lgan xususiyatlar. Ularni 1-2 og'iz so'z bilan tushuntirsangiz va u bola sizga tushunganini izohlab bera olsa, demak siz mavzuni yaxshi tushungansiz. Bu Feynman texnologiyasi deb ataladi. Ya'ni, birinchisi, lipid qavat nima uchun o'z-o'zidan yig'iladi va qanday qilib u energiyasiz tarzda yig'iladi? Va nima uchun u 2 qavat? Endi ikkinchisi, nima uchun ba'zi moddalar erkin o'tadi, ba'zilari esa o'ta olmaydi, ba'zilari sekin o'tadi. Uchinchisida esa integral oqsil nima, periferik oqsillar nima va ular qanday farq qiladi? Joylashuvi, xususiyati, bog'lanishi, ajratib olinishi, funksiyalari. Endi 5-si, nasos, kanal, transporter orasidagi farq qancha? Ulardagi tezlik nimadan iborat bo'ladi? Nimalarga asoslanib tezlanadi? Endi energiya qaysi biri sarflaydi, qanday jarayonlarda sarflamaydi? Yo'nalishi qanday bo'ladi? Pastdan tepagami, tepadan pastgami? Endi 5-sida esa membrana shikastlanganda nima uchun hujayralar xarob bo'ladi? Va biz buni tahlilda qanday qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Feynman mezonini hozir aytgandek do'stingizga yoki biron bir tanishingizga tushuntirib berishingiz kerak. Demak, birinchi kirish hujayrani shahar deb tasavvur qilib olamiz. Membrana, uning chegarasi, devori va bojxonasi bir vaqtda ish bajaradi. Endi yuqorida aytgandek, men hujayrani bir kichik shahar deymiz. Bu keyingi darslarimizga ham bog'liq bo'ladi. Hujayra ichida, o'sha shaharimiz ichida zavodlar bor, ya'ni endoplazmatik tur bor. Bu oqsil va lipidlarni sintezlab turadi. Keyin energiya stansiyalarimiz bor, ya'ni aktiv ishlab chiqaradi. Bu energiya bizga aktiv universal energiya deb ataymiz, to'g'rimi? Endi arxiv bor, ya'ni boshqaruv qilib turadigan, deylik, prezident boshqarmasi bor deylik. Bu DNKni saqlaydi, hujayrani, ya'ni davlatni
qanday ishlarga olib borishini nazorat qilib boradi. Va chiqindilarni qayta ishlash uchun lizosomi bor. Biz o'tgan darsda lizosomal kasalliklarni ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Chiqindilarni ishlamasak qanday kasalliklar paydo bo'ladi? Shaharimizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ekologiya buzilib ketadi. Misol uchun. Va biz bugungi mavzuimiz shaharning chegarasi, endoplazmatik tur, plazmatik membran. Bu shunchaki devor emas-da, devor masalan uyimizda devorda qattiq devor emas. U ma'lum bir funksiyalarni bajaradi. Nazorat ostida molekulalarni tanlab o'tkazuvchanlik xususiyatini amalga oshiradi, signallarni qabul qiladi, signallarni uzatadi va bularni hammasini hozir ko'rib chiqamiz. 11 ta funksiyasi bor. Endi membranani devor deb tasavvur qilish xato deyapmiz. Bu molekulalar doimo harakatda bo'lib, signallarni uzatish va qabul qilish vazifasini bajaradi. Endi tashqi tuzilishiga aytadigan bo'lsak, membranamiz 7-10 nanometr qalinlikka ega. Membrananing qalinligi shuncha. Endi yorug'lik mikroskopida esa bu deyarli ko'rinmaydi. Ko'rinsa ham shunchaki bir devorcha bo'lib ko'rinadi-da. Uning sxemasini ko'ra olmaymiz. 1972-yilda Singer va Nicholson tomonidan hujayraning membranasini suyuq mozaika modeli ishlab chiqarildi. Ungacha esa sandwich modeli, ya'ni qattiq membrana modeli amal qilinardi, chunki biz uni ko'rmasdik-da. Endi butun energiyamizni, masalan, ovqatlanishdan olgan energiyamizning 3dan 1 qismi tasavvur qilyapsizmi? 33% energiyamiz bu membranamizning funksiyalari uchun ishlab chiqariladi. Masalan, o'sha natriy kaliy aktivazalar hisobiga yoki bir vodorodni pompalash hisoblariga kaliy nasoslari bor. Shu kabi nasoslar, undan tashqari signallar, fermentlar, retseptorlar, o'shanaqa narsalarni boshqarish uchun va o'shalarning jarayoni uchun biz 33% energiyamizni yo'q qilib yuboramiz. Bu membrana dorilarni qabul qilish, nerv impulslarini o'tkazish, mushaklarni qisqartirish uchun impulslarni qabul qilib olish, immun javoblar berish, o'sha tanib olish xususiyatlari, undan tashqari gormonal signallar uchun ham universal, ya'ni hammasi membrana bilan boradi. Demak, nima uchun bu tibbiyotning poydevori deb atasak? Klinikada uchragan juda ham ko'p holatlar mavzuni boshida aytganimdek membranadan boshlanadi. Misol uchun, eritritritlarning membranasi yorilsa, bizda gemoliz paydo bo'ladi va kamqonlikka sabab bo'ladi, anemiyalar. Endi yurak mushaklarida ion kanallari nuqsonli bo'lsa, bizda aritmiyalar va to'satdan o'lim rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bakteriya membranasini buzadigan dorilarimiz esa antibiotik bo'ladi. Ya'ni biz antibiotiklarni ichganimizda bakteriyalarning membranasiga ta'sir qilamiz. Endi saraton hujayrasi ham membrana oqsillarining buzilishi hisobiga, funksiyasini noto'g'ri qilishi hisobiga rivojlanadi va nazoratdan chiqib ko'payib ketib qoladi. O'smalar rivojlanadi. Endi membranani tushunmasdan biz na fiziologiyani, na patologiyani va na farmakologiyani tushunamiz. Chunki farmakologik dorilar aynan membrana bilan ta'sir qiladi. Aytaylik, oqsilsimon dorilar deydigan bo'lsak, bular o'sha membranadan o'tmasdan turib, retseptorlariga, ya'ni membrananing tashqi tomoniga gidrofil modda dorilarni aytayman-da. Agar gidrofob moddalar bo'ladigan bo'lsa, bu hujayra ichkidagi funksiyalarga, ichki retseptorlarga ta'sir qiladi. Chunki ular o'tib ketadi membranadan. Va shuning uchun ham bizda o'sha miya hujayralaridan o'tolmaslik uchun ma'lum bir ishlanmalar olib boriladi dorilarda. Endi patologiyani aytadigan bo'lsak, membranadagi turli xil o'zgarishlar natijasida kasalliklar kelib chiqadi. Misol uchun yuqorida ko'rib chiqqanlarimiz. Endi fiziologiyani aytadigan bo'lsak, aytaylik harakat potensiali, o'sha tinchlik potensiali kabi narsalar hammasi membranada jarayon boriladi. Sinapsdagi jarayonlar, mushaklarning qisqarishi, bu kuchlanishlar, undan tashqari mana bu ligand darvozalar, voltaj darvozalar, mexanik darvozalar deymiz. O'shanaqa narsalarning hammasi membranaga bog'liqda. Ya'ni fiziologiyaning asosi bular. Endi membranani bugun ikkita fan ko'zi bilan ko'ramiz. Birinchisi gistologiya va hujayra biologiyasi. Ya'ni suyuq mozaika modeli nimaligini ko'rib chiqamiz, membrananing umumiy tuzilishi va o'lchamlari nimalardan iboratligini ko'rib chiqamiz. Oqsil turlari integral nima, periferik nima va ularning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz, turlarini ham. Endi transport mexanizmlarini ko'rib chiqamiz. Aktiv transport, passiv transport, diffuziya, osmoz degan narsalar bor. Keyin aktivda ham bir lamchi, ikki lamchi turlari, endositoz, ektasitoz, transitoz kabi narsalarni ko'rib chiqamiz. Keyingisi esa
biokimyo fanini ko'rib chiqamiz. Fosfolipid molekulasining aniq kimyosini, nima uchun ular ikki yuzasi farq qiladi, ya'ni membrananing tashqi yuzasi qanday, ichki yuzasi qanday, ularning o'zgarishi nimalarga olib keladi. Membrananing suyuqlik termodinamikasi nima degani? Transport oqsillarining molekulyar ishlashi. Bu ikkalasini birlashtirib biz oxirida klinika bo'limini o'tamiz. Endi ikkinchi bobga kirsak, membrananing tuzilishi, manba, jo'nkeri. Ta'rif va o'lchamdan boshlasak, yuqorida aytganimizdek, plazmatik membrana 7-10 nanometr qalinlikda bo'lgan yupqa to'siq. Endi buni taqqoslash uchun biz misol uchun mana DNKni aytganmiz. DNKni eni 2 nanometr tasavvur qilasizmi? DNKmiz qanchalik kichkina zich deb tasavvur qilamiz biz. Uni boyagi giston oqsillariga o'ralib qolganlarini, keyin xromosomaga aylanganini sxematik teorisida ko'rganmiz rasmlarda. Endi tasavvur qiling, o'sha DNKni enidan 3 marta yoki 4 marta 3-5 marta enliroq bo'ladi, ya'ni qalinroq bo'ladi membrana. Naqadar yupqa desak bo'ladi. Ya'ni eritrositning membranasi tasavvur qilyapsiz, uning enidan 1000 marta kichkina. Ya'ni endi yorug'lik mikroskopida shuning uchun ham ko'rinmaydi, chunki u juda ham yupqa. Faqatgina hujayra chegarasi sifatida, devorcha sifatida ko'rishimiz mumkin, lekin xususiyatlarini, o'sha oqsillarini ko'rmaymiz. Endi 1950-yilda elektron mikroskoplar ishlab chiqarishni boshladi. Endi shundan buyon biz membranani ko'ryapmiz. Ya'ni membrana 100 yildan ortiq miqdor vaqtda biz uni borligini bilardik, lekin u nimalardan iborat edi, qanday funksiyalarni qilardi, tuzilmasi qanday edi, u narsani biz ko'ra olmasdik, chunki mikroskop yo'q edi. Endi membrananing o'zini ko'rsak, trilaminar ko'rinish, ya'ni 3 qavatli ko'rinish nima degani? Elektron mikroskopda o'ziga xos bo'lgan 3 ta qatlamni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ikkita qorong'u va o'rtasida bitta yorug' oq chiziqni ko'rishimiz mumkin. Endi bu rasmda ko'rib turibsiz, ikkita hujayra bor, to'g'rimi? Mana bu bitta hujayramiz, bu esa ikkinchi hujayramiz. Endi shuni yaqinroq ko'rsatyapti. Bu yerda ikkita qora chiziq, bittasi oq chiziq va yana xuddi shunday chiziq paydo bo'lyapti. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu bilipid qavat, bu ham bilipid qavat. Ikkalasida hujayralar aro bo'shliq bor, 15 nanometrlik. Xo'p. Endi bu qanday qilib qora, qanday qilib oq deydigan bo'lsak, tashqi qora muhitlar bu qorong'u chiziqlar fosfolipidning boshlari hisoblanadi va oqsillar hisoblanadi. O'rtasi esa yog' kislotalar. Endi bular qanday paydo bo'ladi? Bo'yalishi. Osmiy bilan bo'yalganimizda, bu yoq osmiyimiz fosfolipidlarning qutbli boshlariga yopishib qolib, ularni qora rangga bo'yaydi. O'rtadagi yog'simon qismi esa bo'yoqni o'ziga biriktirmaydi. Natijada u oq bo'lib qoladi. Ya'ni rasm sifatida ko'radigan bo'lsak, qora oq qora ko'rinishda bo'ladi va bu biokimyoning o'ziga xos rasmi deyishimiz mumkin. Endi chalkashmaslik uchun ikkita atamani o'zaro farqlab olamiz. Birinchisi, tor ma'noda keladigan plazmatik membrana. Faqat hujayraning tashqi qobig'i bo'ladi, ya'ni sinonimlari sitolemma, plazmalemma. Ya'ni hujayrani faqatgina tashqi tomondan o'rab turgan qobiq deylik. Endi biologik membrana bor. Biz hujayradan tashqari mana bu mitoxondriyalarimizda, yadrolarda, endoplazmatik retikulumda, Golgida, demak, lizosomalarda ham membranani ko'ramiz. Aytaylik, mitoxondriyada 2 qavat membrana bo'ladi. Lizosomalarda ham membrana bor deymiz. Yadroda karyolemma deymiz. Shular biologik membrana hisoblanadi. Endi plazmatik membrana faqat hujayraning tashqi tomonini o'rashi. Misol uchun, bu plazmatik membrana bu shaharning darvozasi, a biologik membrana esa har qanday devor. Shaharni devori bo'lishi mumkin, shahar ichidagi uylarni, xonalarni devori bo'lishi mumkin. Lekin asosi bir xil, ya'ni ishlashi deyarli bir xil, funksiyasiga ko'ra ozroq farq qiladi. Membrananing 11 vazifasini umumiy xarita bilan ko'ramiz. Birinchisi baryer, ikkinchisi shaklni saqlash, himoya, tashqi muhit bilan aloqa, transport, yarim o'tkazgichlik, retseptorlik, fermentlar, spesifiklik, glikokalik, ya'ni tanib olish uchun pasport tizimi va depo funksiyasi. Endi bularning har bittasini bittalab ochadigan bo'lsak, birinchisi baryer, o'sha 7-10 nanometrlik qalinlik bo'lib, shunga qaramay juda ham yupqa bo'lsa ham, u tashqi muhitdan himoya qilib turadi bizda. Asosiy chegara hisoblanadi. Endi shaklni saqlash deydigan bo'lsak,
biz bilamiz, uyimizni shaklini devorimiz saqlab turadi, to'g'rimi? Devor nurab ketsa, uy buziladi, qulab tushadi. Shuning uchun ham membrana hujayra shaklini saqlaydi. Endi himoya o'sha zararli moddalar, toksinlar, viruslar, bakteriyalar, antigenlar kabi narsalardan bizni himoya qilib turadi shu yupqagina devorcha. Keyingisi esa tashqi muhit bilan aloqamiz. Signallarni qabul qiladi, boshqa hujayralarga signallarni uzatadi, o'zgarishlarni sezadi. Masalan, hujayralar aro bo'shliqdagi turli xil o'zgarishlarni hujayra sezadi. O'sha membranasi orqali, ya'ni membranasidagi retseptorlar orqali bo'lishi mumkin. Endi transport. Hujayrada, membranada turli xil tuzilmalar bor. Masalan, oqsil kanallar bor, lipofil moddalar uchun shunchaki membranani o'zidan o'tib ketish funksiyalari bor. Shu narsalarni membrana qiladi. Ya'ni tanlab o'tkazuvchanlikni amalga oshiradi. Endi yarim o'tkazuvchanlik deymiz. Ionlarni boshqaradi. Ya'ni membrananing tashqi muhitida masalan ma'lum bir ionlar ko'p, ichki muhitida kam bo'lishi mumkin yoki aksincha. Ichki muhitida ko'p, tashqi muhitida kam bo'lishi mumkin. Bu nima uchun kerak desak, hujayradagi potensiallarni saqlash uchun kerak bo'ladi. Masalan, nerv impulslari va mushaklardagi o'tadigan kuchlanishlar aynan shu mexanizm asosida amalga oshadi. Endi 7-funksiyaga o'tadigan bo'lsak, retseptorlik. Ya'ni gormonlar, o'sish omillari, mediatorlar kabi narsalar bu retseptorlarga ulanadi. Retseptorlar ikki xil bo'lishi mumkin. Hop, gidrofil moddalar uchun membranada joylashgan bo'ladi va lipofil moddalar uchun hujayra ichidagi o'sha ligand ta'sir qilishi mumkin bo'lgan organoidlar yoki tuzilmalarda joylashgan retseptorlar bo'ladi. Biz hozir membranadagi, ya'ni gidrofil moddalar kiradigan retseptorlar haqida gaplashyapmiz. Misol uchun insulin retseptori. Insulin molekulasi ichkariga kirmaydi, balki tashqi retseptorga birikib, glyukozani kiritish kanallarini faollashtiradi. Endi ferment funksiyasiga o'tadigan bo'lsak, membrana tarkibida turli xil enzimlar, ya'ni fermentlar joylashishi mumkin. Masalan, natriy kaliy atifaza. Nasosda natriy kaliy atifaza fermenti bor. Endi asetil xolinteraza bu sinapsda mediatorni parchalab asetil va xolinga ajratadi. Endi spesifiklik. Har bir hujayra o'ziga xos bo'ladi. Masalan, neyron membranasi ionlarga juda ham boy bo'ladi, chunki u nerv o'tkazish kerak bo'ladi-da. Endi gepatatitlar esa bu detoksifikatsiya omillari, oqsillari ko'proq hisoblanadi bu membranasida. Endi glikokaliks degan bo'lsak, tashqi yuzadagi shakarlar, ya'ni glikolipidlar va glikoproteinlar hisobiga hujayramiz o'zini o'zi taniydi. Immun javob uchun-da, ya'ni masalan, u bakteriya bo'lsa uni tanimaymiz va unga hujum qilamiz. O'zimiz hujayralar bo'lsa taniymiz, lekin saratonda taniymiz. Chunki u saraton o'zimiz hujayramiz-ku. Shuning uchun ham unga qarshi hujum qila olmaydi. Mana bu immun hujayralarimiz. Ularni batafsil apoptoz mavzusida ko'ramiz. Uning uchun alohida manbalar yozilgan, taxminan 30 varaq edi. Undan tashqari slayd ham bor, 100 bitga yaqin. Endi A, B, O qon guruhlari. Qon guruhlari ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni tashqi glikokaliksdagi moddasining turiga ko'ra ular farq qiladi va bir-biriga tushmaydi ko'pincha. Depo. Ba'zi moddalar vaqtincha membranada saqlanishi mumkin. Masalan, markaziy nerv sistemasidagi xolin moddasi saqlanadi. Nima uchun deydigan bo'lsak, asetil xolin sintezini amalga oshirish uchun saqlanadi bu narsa. Demak, bizda 3-bobimiz suyuq mozaika modeli. Singer Nikolsonning 1972-yilda topgan nazariyasi. Xo'p, suyuq mozaika modeli bu nima degani? Har bir so'z muhim ma'no tashiydi bu yerda. Suyuq nima degan, mozaika nima degan deydigan bo'lsak. Masalan, tasavvur qiling. Lipidlar asosiy fon va suyuq muhit deyapmiz. Bu yerda ko'rsatilgan lipidlar bizda asosiy fonda, ya'ni dengizni tasavvur qiling, dengizda hosil qiladi. Endi bu yerda kemalar va orollar bor. Ya'ni mozaikani hosil qiluvchi oqsillar. Oqsillar ham periferik integral oqsillarga bo'linib ketyapti. Turli xil oqsillar bor-ku. Endi xolesterol. Xolesterol bu mana shu suyuqlikni, membrana suyuqligini boshqarib turadi. Yoki qattiqroq, yoki quyuqroq qiladi, yoki suyuqroq qiladi. Muhitga qaraydi. Endi karbohidratlar, ya'ni glikokaliks deydigan bo'lsak, bu hujayraning tashqi tomonidan bo'ladi. Funksiyalarini boya aytib o'tdim. Bundan avvalgi model, ya'ni suyuq mozaika modelidan oldin Dawson Danielning membrananing qattiq sendvich modeli tasavvur qilingan, lekin bu noto'g'ri chiqdi. Hozir suyuq mozaika modelini isbotlaymiz.
ikkita so'zida ikkita ma'no bor. Mozaika nima degani? Tasavvur qiling, biz bilamiz, mozaikali rasmlar deganda turli xil shakllar, ranglar, hajmlardagi toshchalardan yig'ilgan rasmni tushunamiz. Masalan, bizning hujayramizdagi toshchalarni tanishtirsam, birinchisi o'sha integral yoki transmembran oqsillar. Keyingisi esa periferik oqsillar. Kanal oqsillari, asoslar, retseptorlar, fermentlar, bular tasavvur qiling, turli xil shakl, rang va funksiyaga ega bo'lgan toshchalar. Endi ularni biriktirib turadigan asos esa suyuq muhit bo'lyapti. Suyuqlik esa bu fosfolipidlar deyapmiz, to'g'rimi? Masalan, nima uchun suyuq? Chunki fosfolipidlar yon tomonlarga harakat qilishi mumkin. To'rt xil harakatini hozir ko'rib chiqamiz. Molekulalar joyida aylanadi, bukiladi. O'sha oqsillar lipid ichida suzib yuradi. Membrana egiluvchan va deformatsiyaga chidamli bo'ladi. Masalan, aytadigan bo'lsak, yumshoq narsa egiluvchan bo'ladi-da, to'g'rimi? Qattiq bo'lsa, u sinadi, yoriladi, parchalanib ketadi. Xo'p, katta hovuz ichida hovuzimizda fosfolipid deylik. Hovuz ichida suzib yurgan kemachalarni, ya'ni oqsillarni ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak-da, endi suyuqlik nima uchun hayotiy? Nima uchun suyuq bo'lishi biz uchun kerak? Agar suyuq bo'lmaganda nimalar bo'ladi? Suyuq bo'lganligi uchun ham reseptorlar kerakli joylarga borib harakat qila oladi. Ion kanallar ochilib yopiladi. Tasavvur qiling, darvozamiz hamma tomonidan devor bilan yopilgan, to'g'rimi? Qattiq devor bilan. Darvozamiz shunchaki ochilib yopiladi, lekin ion kanallar unaqa emas-da. Ion kanallar ma'lum bir funksiyalarga bo'linib ketadi. Masalan, voltaj kanallar bor, ligand kanallar bor, mexanik kanallar bor, to'g'rimi? Aytaylik, voltaj bo'lsa, kuchlanish ta'sirida unda oqsilda konformatsion o'zgarish bo'lishi kerak. Ya'ni tashqi ko'rinishi o'zgaradi u narsani. Shakli o'zgaradi. Endi tashqi tomondan qattiq qilib uni biriktirib tursak, u shaklini qanday o'zgartirish mumkin? O'zgartira olmaydi. Ya'ni yopila olmaydi yoki ochila olmaydi. Shuning uchun ham yumshoq bo'lishi kerak-da atrof. Shunda boyagi oqsil harakatlanadi, ochilish, yopilishga harakat qilib turadi, qotirib qo'ymaydi. Endi endositoz membrananing qo'shilib ketishi, ichkariga botishi hisoblanadi, to'g'rimi? Bu narsa qattiq bo'lganda nima bo'lardi? Iloji yo'q edi u narsa. Ikkita sitoz ham xuddi shunday. Vezikulalarning qo'shilib ketishi. Chiqarish uchun-da, ya'ni unda ham iloji yo'q, qo'shib keta olmaydi. Qanday qo'shadi qattiq narsaga? Endi mushak qisqarishga aniq misol. Masalan, mushagingizni qisqartirganingizda membranalar siqiladi, to'g'rimi? Agar siqilmaganda nima bo'lardi? Endi biz mushagimizni qisqartira olmasdik. Qattiq narsa qanday qilib qisqaradi? U sinadi. Elastiklik yo'qoladi-da shunda qattiq bo'lsa. Endi agar membrana qattiq bo'lsa nimalar bo'ladi? Misol uchun, oqsillar harakatlana olmaydi. Eritrositlar egilib, bukilib, kichkina kapillardan o'ta olmay qoladi. Natijada tiqilib qoladi. Membrana bo'linishida ikkiga bo'linishi kerak-ku, u cho'zilib asta bo'linadi, to'g'rimi? U harakat yo'qolib ketadi, ya'ni mitoz meyoz jarayonlari o'zgarib ketadi. Shikastlangan joylar, ma'lum bir joylar tirlanishi mumkin, salgina yorilishi mumkin, mikro jarohatlar bo'lishi mumkin. Va bu narsalar shunchaki yorug' bo'lib qolib ketardi-da. Masalan, biron bir plastik idish yorilsa, salgina bosim bo'lsa, yorilib ketadi, to'g'rimi? Endi yumshoq bo'lgan, aytaylik, plastilinmi, hozir shaffof bo'lgan plastilinlar borki, yumshoq bo'ladi, gilsimon. Shu narsani pichoq bilan kesib ko'rsangiz, yarim minutdan keyin u narsa birikib ketadi. Ya'ni kesilgan joy deyarli bilinmay ketadi. Bu plastilinda xususiyatiga ham qaraydi, turiga ham qaraydi-da. Hozir harakatlarni ko'rib chiqamiz degan. Membrana ichidagi molekulalar 4 xil usulda harakat qilishi mumkin. Birinchisi lateral diffuziya. Bu yerda ko'k rangda aytilgan. Molekula uzunasiga, ya'ni yon tomonga qarab 1 sekund ichida millionlab marta joyini o'zgartirgan holatda harakat qilishi mumkin. Ikkinchisi rotatsiya. O'z o'qi atrofida aylanib turadi. Mana bu qizilda berilgan. Bu energiya talab qilmaydi. Bu shunchaki davom etaveradi. Doimiy bo'ladigan jarayonlar hisoblanadi. Endi fleksion aytadigan bo'lsak, yog' zanjirlarimiz harakat qiladi. Yog' zanjirlarimiz harakat qiladi va u membrananing suyuqligini ta'minlaydi. Qanday deydigan bo'lsak, masalan, to'yinmagan yog' zanjirlari biz bilamiz, to'yinmagan bog' hisobiga, ya'ni qo'sh bog' hisobiga zanjirda sinish bo'ladi, to'g'rimi? Zigzagsimon joylashgan bo'ladi zanjirimiz. Endi tasavvur qiling. Jingalak sochli
odamlarning sochi zichmi yoki silliq sochlar zichmi? Jingalak sochli zich albatta. Uzr. Silliq sochli zich. Jingalak sochli suyuqroq bo'ladi. Misolimizga moslasak, suyuqroq jo'rachadi deylik. Sayozroq bo'ladi-da, ya'ni. Shunga ham bog'liq. Ya'ni membrananing uning suyuq yoki qattiqligi tarkibidagi o'sha xolesterolni holatiga bog'liq bo'lgani bilan yana ham bitta funksiyasi bu o'sha yog' zanjirlarining to'yingan va to'yinmaganlar nisbatiga ham bog'liq hisoblanadi. Endi 4-harakatimiz bu flip flop, ya'ni tashqi qatli, ya'ni biliped qavat deyapmiz-ku, tashqisi bor, ichkisi bor, to'g'rimi? Qavatlar. O'sha tashqidan ichkiga yoki ichkidan tashqiga o'tishi bu flip flop degan harakatni amalga oshiradi. Bu kamdan-kam bo'ladi. Nima uchun deydigan bo'lsak, bu flip baza va flop baza fermentlari asosida aktiv sarflab, ya'ni energiya bilan amalga oshadi. Bu o'z-o'zidan shunchaki bo'lmaydi. Mana bu qolgan 3tasi shunchaki ham amalga oshirilaveradi. Ionlar u yoqdan bu yoqqa doimiy hech qanday bemaqsad ham harakat qilaveradi, lekin flip flop bu aniq bir maqsadlar uchungina bo'ladi. Buning buzilishi ham kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ma'lum bir bu membrana asimetriyasi bobida hozir ko'rib chiqamiz. Model nimani tushuntiradi? Xo'p, suyuq mozaika modelining 6 ta asosini ko'rib chiqamiz. Dinamika va o'zgaruvchanlikni, ya'ni suyuqlik quyuqlashishi mumkin, juda ham suyulib ketishi mumkin. Bu o'zgaruvchanlik. Dinamikasi esa o'sha hozir aytgandek holatga qarab moslashadi. Endi ikkinchisi o'z-o'zini tiklash qobiliyati. Membranaga nimadir shikast yetsa, u narsa fosfolipidlar hisobiga o'z-o'zidan tiklanib ketaveradi. Ya'ni yamalib ketadi-da. Endi moddalarning selektiv o'tishi deydigan bo'lsak, tanlab o'tkazuvchanlikda bu narsani izohlab o'tdim. Reseptorlarning erkin harakati. Suyuq bo'lganligi uchun ham reseptorlar membranasida, hujayra membranasida erkin harakat qilishni boshlaydi. Ya'ni kerakli joyga olib boradi va o'sha ligandni ta'sirini qabul qilib olaveradi. Endi ion kanallarining ishlashi, boya aytib o'tgandek, kanallar konformatsion o'zgarishga uchraganligi uchun ham u ochiladi yoki yopiladi. Endi u konformatsion o'zgarishga uchraganda uning tashqi qatlami ham o'zgaradi. Xo'p, tasavvur qilamiz, eshigimiz ochildi. Unda qandaydir shish bo'lib qolsa yopilmaydi-ku, to'g'rimi? Tashqi muhitdan o'zgarsa yoki bir osilib qolsa yopilmay qoladi. Nima uchun yopilmaydi? Chunki eshikni atrofi bizda devor-ku, uyimizdagi eshikni aytyapman. Devor qattiq, yopilmay qoladi. Endi konformatsion o'zgaruvchanlikdan o'zgaryapti, shakli o'zgaryapti va suyuq bo'lmaganda edi, yopilmasdi. Shuning uchun ham membranamiz suyuq bo'lishi kerak ishlashi uchun, kanallarimiz ishlashi uchun. Signallarni qabul qilish va uzatish funksiyasini bajaradi. Bu nerv tizimida va mushaklarda ko'rib chiqamiz bularni. Bu 6 ta punkt o'sha suyuq mozaika modelini 6 ta tomondan kelib tushuntirishi mumkin. 4-bob bilipid qavat. Membrananing tayanchi ikki qator bo'lib joylashgan lipid molekullari qanday paydo bo'ladi? Birinchi o'rinda fosfolipid nima degani? Bu amfipatik molekula degani. Fosfolipidda ikkita yuzi bor. Ya'ni ikki tabiatli, ikki yuzlamachi kishi deylik. Bu poliar bosh va nopoliar dumlardan iborat bo'ladi. Poliar bosh bu yerda ko'k rangda, qolgani siriy rangda berilgan. Kulrang rangda. Bosh qismini o'tamiz. Qutbli bo'ladi, gidrofil bo'ladi, ya'ni suvni sevadi. Suv bilan do'stlanadi va suvga tortiladi. Ya'ni suvli muhit bo'lsa, shu poliar boshi bilan qaraydi. Tarkibida fosfat guruhi bu yerda yozib qo'yganimizdek va unga qo'shimcha ravishda biriktirilgan kichkina molekula bor. Endi orqa tomonga o'tamiz. Yog'li muhitga yuzini qaratadigan o'sha dum qismi bor, ikkinchi yuzi. Ikkita uzun yog' zanjiridan iborat bo'ladi, qutbsiz gidrofob, ya'ni suvdan qochuvchi. Endi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ana bu to'yingan zanjiri, bu esa to'yinmagan zanjir. Mana shu to'yinmagan zanjir o'rtasida qo'shboq hisobiga mana sinish bo'lyapti. Agar bu yoqdan qo'shboq bo'lsa, ikkita qo'shboq bo'lsa, bunday keladi, bu yoqqa sinib ketadi. 3 ta bo'lsa, bu yoqqa sinib ketadi. Shu tarzda boyagi misolimizdek jingalak shaklda deylik, zigzag shaklda paydo bo'ladi va zichlik o'zgaradi bu yerda. Endi hujayraning ichi ham, tashqarisi ham suvli muhit hisoblanadi. Shuning uchun ham
Poliar boshlar, boyagi membraning fosfolipidning bosh qismi suvli muhitga qarab qoladi va o'rta qismi yog' qavatlari bir-biriga qarab turilganligi uchun ham ikki qavatli bo'lib qoladi. Endi o'z-o'zidan yig'ilish bu sehrli holat desak, ya'ni hech qanday energiyasiz, hech qanday qurilishsiz, hech qanday nazoratsiz membranamiz o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Qanday desak, fosfolipidlarni aytaylik, fosfolipidlardan iborat bo'lgan qandaydir bir kolbadagi moddamizni suvli muhitga tashlab yuboramiz. Mana suv molekulalari bor, H2O va fosfolipidlar turibdi. Endi u vaqt o'tadi, ozroq vaqtdan keyin mana bu gidrofob boshlari bir-biriga qarab qoladi-da, gidrofillar suvga qaraydi. Boyagi yuzini ko'rsatadi-da ular. Suv bilan yaxshi ishlangan yuzi bilan qaraydi. Keyin gidrofoblar bir-biriga yaqinlashib, yopishishni boshlaydi, rasmda ko'rib turganingizdek. Va bizda bilipid qavat paydo bo'ladi. Bilipid qavat qanday paydo bo'lsa? Endi buning funksional yaxshi tomoni hech qanday energiyasiz o'zidan tuzalib ketyapti. O'zidan paydo bo'lyapti bu narsa. Hech qanday organoidlarimiz nazorat qilgani yo'q. Bu katta energiya tejash mexanizmi, ya'ni arzon ta'mirlash mexanizmi hisoblanadi. Xo'p, belayerning ikki yuzasi ham bir xil emas, ya'ni membranamiz ichki va tashqi qatlamlari har xil bo'ladi. Tashqi qatlamimiz ekzoplazmatik, ya'ni hujayra tashqarisiga qaragan, ichki qatlamimiz esa sitoplazmatik, sitoplazmaga qaragan. Endi tashqi ekzoplazmatik qatlam fosfoditil xolin, sfingomiyelin, glikolipidlar, glikogalik shu yerda joylashgan bo'ladi. Gidrofob o'zagi esa yog' kislotasi tuzumlari zonasi hisoblanadi. O'rta qismi. Endi ichki qismida esa fosfoditil etanolamin, fosfoditil serin va fosfoditil inazitol kabi narsalar bo'ladi. Bular qayerda? Ya'ni inazitol, serin, etanolamin, xolin kabi narsalar, bular boyagi fosfat guruhiga birikkan qo'shimcha guruhcha. Buni hozir biokimyoda ko'rib chiqamiz funksiyalarini. Endi pastda yozganimizdek, bularning tarkibi o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bu narsa atrif tashlab saqlanib turadi. Agar bu narsa o'zgarsa, turli xil narsalar, jarayonlar ish beradi. Xolesterol moddasiga o'tamiz. Membrana suyuqlik buferi deymiz, ya'ni o'shani boshqarib turadi. Ko'pchiligimiz o'sha xolesterolni zararli modda deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Internetlarda ko'rishimiz mumkin, xolesterol yeyish mumkin emas, xolesterol yomon, xolesterol semizlikka olib keladi, arterioskleroz kasalliklariga olib keladi. Bunday yog'li ovqatlarni yeyish kerak deydi, lekin yog'li ovqatlar ham bizga kerak. Chunki xolesterol jinsiy gormonlarimizga kerak bo'ladi, o'sha steroid gormonlarimizga kerak bo'ladi, mana kortizol gormonlarimizga kerak bo'ladi. Undan tashqari mana bu butun organizmimizda hozirgi o'zida ko'rganimizdek membranasida juda ham kerak bo'ladi. Normal ishlay olmaydi bu narsa bo'lmasa. Masalan, issiq harorat bo'lganda nima bo'ladi? Hujayra juda ham membranasi suyuqlashib ketganda xolesterol fosfolipidlar harakatini cheklab qoladi. Natijada membrana zichlashtiradi va haddan tashqari oquvchanlikni oldini oladi. Ya'ni erib oqib ketishni oldini oladi deylik, qo'pol qilayotganda. Sovuq haroratda esa membranamiz muzlab qotib qolishini xavfi bo'lganda fosfolipidlarni bir-biriga zich yopishiga xalaqit beradi. Ya'ni surib tashlaydi ikki tomonga va ularni ajratib turib, o'sha suyuqligini ta'minlab turadi. Metafora sifatida aytilgan bo'lsak, xolesterol bu mashinaning amortizatori deymiz. Ya'ni u harorat silkinishlarini yumshatadi va membranani oltin o'rtaliqda saqlab turadi. Bu esa xolesterol molekulamiz. Eng ko'rinishi. Bunda to'yingan zanjirdan iborat qismi bor va OH qismi bo'ladi. Endi oquvchanlikni belgilovchi 3 ta omil bor. Yog' kislotalarining to'yinganligi. Ya'ni to'yingan yog' kislotada qo'shboq yo'q bo'ladi. Zanjir to'g'ri bo'ladi. Molekulalar zich joylashadi. Ya'ni masalan, silliq sochimiz tarasi qanday bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Molekula soch tolalarining zich joylashadi va u qattiqroq joylashgan bo'ladi. Endi to'yinmagan bo'lsa-chi, ya'ni jingalak bo'lsa-chi, qo'shboq bor bo'ladi, bukiladi. Jingalak sochlar zich joylasha olmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun ham ular yoyilib turadi va natijada suyuqroq bo'ladi. Mana shunday. Zanjir uzunligiga ham qaraydi. Sochimiz qancha kalta bo'lsa, shuncha zichligi past bo'ladi-da,
Uzun bo'lsa chalkashib ketadi, to'g'rimi? Shuni aytmoqchiman. Ya'ni qisqa zanjir bu erkin, deylik, erkinroq joylashuv, suyuqroq. Endi uzun zanjirlar bir-biriga chalkashib ketishi, qalinlashib ketishi hisobiga yopishqoq, ya'ni qattiqroq bo'lishi. Endi uchinchisi xolesterin miqdoriga ham bog'liq. Yuqori haroratda suyuqlikni kamaytiradi, past haroratda qotishni kamaytiradi. Bu shuning uchun ham suyuqlik buferi deb ataladi. Ya'ni xolesterin bufer hisoblanadi. Membrananing suyuqlik buferi. Endi yog'da eruvchi moddalar, bu o'sha gazlar, steroid gormonlar membranada erib o'tib keta oladi. Shuning uchun ham ular erkin o'tib ketadi. Endi suvda eriydigan moddalar bo'lar-ku, bular yog'da erimaganligi uchun membranamizdan o'ta olmaydi. Unga tashuvchi kerak bo'ladi-da, kanal yoki tashuvchilar kerak. Lipid raftlari va ovqatlanish bilan bog'lanish. Demak, membrananing qattiq orollari deymiz. Xolesterol va sfingomiyellinlar bular kichkinagina deylik orolchalarni hosil qiladi, mikrozonalar. Aynan shu joylarda signal qabul qiluvchi oqsillar to'planishni boshlaydi. Endi 2024-25-yil tadqiqotlariga ko'ra, ko'plab viruslar aynan ana shu, masalan, respirator, ya'ni nafas olishga doir bo'lgan viruslar hujayraga aynan shu lipid raftlari orqali kiradi. Raftlarni nishon terapiyasi qilish orqali bu yo'nalish olib borilyapti hozirda. Klinikaga bog'lanishdigan bo'lsak, nima uchun baliq yog'i foydali? Baliq yog'ida omega 3 to'yinmagan yog' kislotalari ko'p. To'yinmagan yog' kislotalari ko'p. Ular membranaga kirib, uni suyuqroq qiladi. To'yinmagan suyuqroq qilishini tushundingiz. Retseptorlar erkin harakatlanadi. Signallar yaxshi uzatiladi. Retseptorlar erkinda. Endi eritrositlar misol uchun elastikroq bo'ladi va kapillyarlardan osonroq o'tadi. Qilib qolish holatlari bo'lmaydi, og'riqlar bo'lmaydi bu natijasida. Bu ovqatlanish bilan bog'liqligi mana shu tomonda. Ya'ni to'yinmagan yog' kislotalarini yeyishimiz bizda membranamizning sifatini yaxshilaydi. 5-bobimiz membrana oqsillari. Integral oqsillar nima? Lipid bilayerining ichiga botib joylashgan oqsillar, bilayer bilan mahkam bog'langan, ularni faqat membrana buzuvchi detergentlar yordamida eritib olishimiz mumkin hisoblanadi. Bu yerda o'sha oqsilni ko'rishingiz mumkin, ya'ni integral oqsilni. Membrananing ichki va tashqi tomonlarini o'zaro bog'lab turadigan oqsil hisoblanadi. Xo'p. Eng muhim kichik turi bu transmembran oqsillar. Membrana butunlay teshib o'tadi. Bir uchi ichida, ikkinchisi tashqarida. O'rta qismi esa o'sha yog' qatlabiga mos bo'ladi. Ba'zilari bir marta, ba'zilari bir nechta martalar teshib o'tadi va tikuvchi deylik, tikuv mashinasi ignasiga o'xshaydi. Masalan, hop. Mana shu yerda 3 marta teshib o'tgan, 3 marta teshib o'tgan. Bu yerdachi 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 marta teshib o'tgan ekan. Mana bir uchi tashqarida, bir uchi ichkarida. Bu yerda ham xuddi shunday. Endi bu yerda ko'rib turganingizdek, mana o'rta qismdagilar spiral bo'lyapti. Tagiga alfa helix deb yozib qo'yganmiz, spiral oqsillarni. Bu yerda esa tix bo'lyapti, to'g'rimi? Ichkisida va tashqisida. Bular betal-dest deb nomlanadi. Bularni ko'rib chiqamiz hali. Endi nima uchun ikki tomonga ham yetish kerak? Ya'ni bu yoqda ham, bu yoqda ham bo'lish kerak desak, hop, modda membrana bir tomonidan ikkinchisiga o'tishi uchun oqsil ikki tomonga ham yetib kerak. Chunki bu ichidan ma'lum bir moddalarni o'tkazadi-da, transport qiladi ya'ni. Shuning uchun ham bu kanal, nasos, transporter vazifalarini ham bajaradi. Endi bu periferik oqsillarni, integral oqsillarning 5 ta vazifasini ko'rib chiqamiz va bularni ham ko'ramiz. Kanal oqsillari. Glukoza va elektrolitlar kabi suvda eriydigan moddalar uchun o'tkazuvchi kanal bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni bular o'tkazib turadi. Elektrolitlarni, glukozalarni,
o'sha suvda eriydigan, yog'da erimaydigan moddalarni o'tkazib turadi. Hop. Mana bu rasmda ko'rib turibmiz bu narsani. Biz transport aktiv energiyasi bilan borishi mumkin yoki shunchaki borishi mumkin. Energiyasiz tarzda borishi mumkin hisoblanadi. Endi ikkinchisi, tashuvchi oqsillar muhim bir moddalarni faol va passiv deb yengillashtirilgan diffuziya orqali tashiydi. Bu ham o'sha transport turiga kiradi bu ham. Endi retseptorlar. Neyrotransmitterlar, o'sish gormonlari, turli xil mediatorlar bilan bog'lanib, hujayra ichidagi muhitni fiziologik o'zgarishlar bilan o'zgartiradi. Ya'ni funksiya bajaradi bu narsalar. Keyingisi antigenlar. Ba'zi membrana oqsillari antigen vazifasini bajaradi va immun tanishuvda ishtirok etishni boshlaydi. Keyingisi esa nasoslar. Faol transport tizimida ishtirok etadi. Masalan, natriy kaliy faza, kaliy vodorod fazasi, kalsiy nasoslari. Endi bu yerda struktural qoldi, enzimatik qoldi va linker qoldi, to'g'rimi? Linker bu tashqi membrananing tashqi muhiti bilan, hujayralararo muhit bilan bog'lanish hosil qilishda linker vazifasini, enzimatik esa o'sha fermentativ jarayonlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Buni biz qaysichalarida desak, qaysi edi mavzuning nomi esimda qolmadi, lekin 2 hafta yoki 1 haftadan keyin o'tadigan mavzumizda bo'ladi. Struktural esa ikkita hujayrani bir-biriga bog'lab turadi. Masalan, dismosomalar. Endi periferik oqsillarga kiradigan bo'lsak, bular membrana oqsillar kirmaydi, ya'ni o'sha botib kirmaydi, faqat yuzasida joylashgan bo'ladi. Yoki integral oqsillariga yoki o'sha bilipid qavatdagi fosfolipidlarni boshlariga yopishib turadi. Elektrostatik ta'sir orqali biriktirilgan hisoblanadi. Nimada ta'sir bo'lsa, ular to'kilib ketishi mumkin. Ya'ni membranadan ajratib olish juda ham oson. Tuzli eritma yoki pH bilan ularni ajratib olish mumkin bo'ladi. Vazifalari tayanch, ferment, vositachi kabi funksiyalarga ega. Ya'ni sitoskeletni membranaga bog'lash, fermentativ reaksiyalarni boshqarish, signal uzatishda vositachi sifatida ishlatiladi. Klassik misol sifatida spriktin oqsil. Eritrotsitlarda bo'ladi. Membrana ostidagi spriktin tarmog'i eritrotsitlarda ikki tomonlama botiq disk shaklini saqlash uchun kerak. Va bu aynan eritrotsitga xos bo'lgan xususiyat. Xo'p, endi biz periferik chekka, ya'ni tashqi va ichki oqsillarni ko'rib chiqamiz. Periferik oqsillar nima degani? Bular tashqi membranada yoki membrananing tashqi yoki ichki muhiti deyapmiz, shuni integral oqsillarga yoki lipidlarning boshlariga o'sha birikib turadi. Elektrostatik ta'sir ostida, ya'ni vodorod bog'lar yoki elektrostatik bog'lar orqali bog'lanib turadi va bularda pH yoki tuzli eritmaga uzatirilganda ular ajralib ketadi, membranadan osongina tushib ketadi va bunda membrananing tuzilmasi o'zgarmaydi. Vazifalariga aytadigan bo'lsak, tayanch vazifasida o'sha sitoskeletni membranaga bog'lash vazifasini bo'lishi mumkin, fermentativ reaksiyalarni boshqarish, signallarni uzatish uchun vositachi, ya'ni ikkilamchi signal uzatuvchilar ham paydo bo'ladi bular orqali. Endi klassik misol sifatida spriktin oqsilini aytamiz. Eritrotsitlarda bo'ladigan. Spriktin oqsili eritrotsitlarning shaklini, ya'ni o'rtasi disksimon chuqur bo'lishini saqlab turadi va bularning buzilishi natijasida bizda splenomegalia paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun aytadigan bo'lsak, hozir ko'ramiz. Integral va periferik oqsillar yonma-yon hisoblanganda, ya'ni taqqoslanganda bular birinchisi joylashuviga ko'ra integral oqsillar bu bilipid qavat ichida joylashgan bo'lsa, periferik oqsillar faqat yuzasida bo'ladi, yoki tashqi yoki ichki yuzasida. Endi bilipid qavat bilan integral oqsillar mahkam geterofob ta'sirlar orqali bog'lanib turadi, lekin periferik oqsillar elektrostatik va vodorod bog'lar orqali bog'lanib turadi. Ya'ni bo'sh, juda ham bo'sh. Endi ajratib olish detergentlar orqali integral oqsillarni ajratib olishimiz mumkin va bunda biz membranani buzib yuboramiz. Endi periferik oqsillarda esa membrana shunchaki butun bo'ladi. Tuzli yoki pHli muhitni paydo qiladigan bo'lsak, pH o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, integral oqsillarimiz o'z-o'zidan to'kilib tushadi. Misol uchun,
Integral oqsillarga ion kanallari, natriy kaliy fazalar, retseptorlar, turli xil glikofarinlar, boshqa narsalar misol bo'lsa, periferikka esa spriktin, anekrin va ba'zi bir fermentlar misol bo'ladi. Transport vazifasi. Integral oqsillar transport uchun mo'ljallangan deyishimiz ham mumkin. Lekin periferik oqsillar faqatgina unga yordam beradi, lekin transportni u faqatgina o'zi bajarmaydi. Detergent kerakmi? Demak, bu integral. Demak, irsiy sferotsitoz. Periferik oqsil buzilsa nimalar bo'ladi? Eritrositda yadroviy organellar yo'q. Uning hayoti butunlay mana bu membranasiga bog'liqda. Shuning uchun u membranasida kasalliklarning klassik modeli, ya'ni master o'zgarsa, birdaniga eritrositda bilinadi. Chunki u faqatgina membranasi orqali funksiya bajaradi. Spriktin yoki anekrin nuqsonli bo'lsa, ikki tomonlama botiq disk shakli o'zgaradi. Natijada eritrosit shar shaklini oladi, elastiklik yo'qoladi va taloqda o'tayotganda yorilib ketishi mumkin. Natijada kamqonlik, sariqlik, taloq kattalashishi, ya'ni splenomegalia rivojlanishi mumkin. Osmotik chidamlilik testini olib borishimiz kerak. Buning uchun eritrositlarimiz ajratib olinib, ularni turli xil tuzli konsentratsiyaga solib, ularning chidamliligini, qay darajada ekanligini o'lchaymiz. Demak, 6-bob transport modelini davomini keyingi darsda ko'rishimiz mumkin. Chunki transport juda ham katta mavzu.